Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, o'rganuvchilar, hurmatli matematika ixlosmandlari. Bugun 33-darsimiz chiziqli tenglamalar degan mavzu. Bu mavzu rosa oson, maza qilib ishlaysiz. Misol uchun n darajali ildiz qiyin edi, qiynalib o'tdingiz, to'g'rimi? Bu mavzuni esa maza qilib ishlaysiz. Masalalar juda sodda. Bu mavzuni sizlarga qisqagina tushuntiramiz. Kitobiy tilda emas, sizlar tushunadigan qilib jaydaricha, qisqa, lo'nda, aniq, sodda qilib yetkazishga harakat qilamiz. Va masalalarni bilasiz birgalikda ishlaymiz. Qarangda 30 ta 40 ta masalasi bo'lsa shu mavzuda, men faqat ishlab ketaversam, yechimini qilibda javobini belgilab keyingi masalaga o'tib ketaversam. Siz qarab o'tirsangiz, kino ko'rganga o'xshab tomosha qilsangiz faqat kuzatuvchisiz, siz bo'ldi. Darsimiz shu bilan tugasa. Buni effekti kam bo'ladi. Aytaylik 50-60% tushunasiz. Xo'p, nima qilishimiz kerak desangiz, qarang, men misol uchun 4-masalani ishlashni boshlagan paytimda videoni to'xtatasiz. Videoni to'xtatish, davom ettirish o'zingiz qo'lingizda-ku. Qachon davom ettirsangiz, shunda men sizga aytib tushuntirib beraman. O'sha masalani birinchi o'zingiz ishlab ko'rasiz. Keyin sizda A javob chiqdimi, D javob chiqdimi, videoni davom ettirib borasiz. Men ishlagan bilan keyin solishtirasiz. Qani tahlil qilasiz, to'g'ri ishladingizmi, qayerda xato qildingiz. Darsimiz xuddi jonli video chatda ketayotgandek bo'ladi. Yaxshi bo'ladi effekti. 70-80% tushunasiz. Qarang, siz ham to'g'ri ishlagansiz, men ham to'g'ri ishlaganman. Ikkalamiz ikki xil yo'lda ishlaganmiz. Nur ustiga a'lo nur. Ya'ni bitta masalani ikki xil yo'lini, ikki xil usulini o'rgangan bo'lasiz. O'sha masala bo'yicha, shu mavzu bo'yicha, umuman matematika bo'yicha dunyoqarashingiz, boyaga fikrlash doirangiz kengayib boraveradi. Demak, bunaqasiga ishlasa ham bo'lar ekan. Bunaqasiga ishlasa ham bo'lar ekan. Misol uchun mana shaharda taksi qilasiz. Bitta joyga bunaqasiga borsa ham bo'ladi, bunaqasiga ham borsa ham bo'ladi. Demak, yo'llarni o'rganib keyin shaharni yaxshi o'rganib olasizmi, shaharni tushunib olasizmi hamma tomonini? Xuddi shunday gapda. Bitta masalani ikki xil usulini o'rganganingizdan keyin asta-asta mana miya ochilib boraveradi. Dunyoqarash, fikrlash doira kengayib boraveradi. Yaxshi. An'anaga soliq qolamiz. Har dars sizlarning hozirgi va kelajakdagi hayotingizga foydali bo'ladigan bitta rasm va ikki og'iz so'z bilan boshlashga qaror qilganmiz. Qarang. Afsuski, hozirgi paytda juda ko'pchilik insonlarda, ayniqsa yoshlarda bu holat bor. Bu juda achinarli holat. Qarang, shu ijtimoiy tarmoqlarda umrimizni kemirib yetgani bilish shunchalar qiyinmi? Bir kunda misol uchun 10 soatlab, 12 soatlab vaqtini telefonga bag'ishlab telefon bilan o'tkazib yorayotganlar bor. Ko'pchilikda shu o'qishi, ishi shu telefonga kirib ketishdan to'sib turgan bo'lsa kerak. Ishida telefon ishlata olmaydi yoki o'qishida telefon ishlata olmaydi. O'qishiga kelguncha telefonni ajramaydi. Endi o'sha o'qishi va ishi davrida majbur ishini qilish kerak, o'qish kerak, telefonga kira olmaydi. O'qishidan chiqqandan keyin, ishidan chiqqandan keyin yana shu telefonga yopishib qoladi. Shunaqa holat juda ko'pchilikda bo'lyapti. Demak, bundan xulosa qilamizki, demak, ishi va o'qishi bo'lmasa, kun bo'yi telefondan boshini ko'tarmas ekanda, to'g'rimi? Bir shanba, yakshanba kuni yaxshilab o'zingizga chetdan bir qarang, boshqa rakursdan telefon chiqalayapsiz. Tasavvur qilingda, tashqaridan o'zingizga bitta qarang. Yo oynani oldiga borib oldingda, oynani oldida chiqolab nima qilsangiz qilingda oynaga qarang. Men nima qilyapman o'zi shu telefon bilan umrim o'tib ketib qolmayaptimi? Bu qanaqa ahvol deb o'zingizga bir savol bering. Tushunasizmi? Sizga bitta savol qarang. 5 yildan men telefon ishlatarsiz, 3 yildan men telefon ishlatarsiz. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa videolar ko'rdingiz. Qanaqadir ko'ngil ocharmi, nimadir. O'shandan hozirgi paytda sizning hayotingizda qanaqa foydasi bo'ldi shuni? Yoki kuni kecha ham qanaqadir bir 1 soat Instagramda Reels ko'rib o'tirdingiz. Ya YouTube'da Shorts ko'rib o'tirdingiz. U narsa kelib chiqdi, bu narsa kelib chiqdi, birovda qanaqadir birovni haqorat qilgan holat kelib chiqdi, ya to'ymi, nimadir qisqasi bir kunda muhimligini yo'qotadigan qanaqadir bir nimalar kelib chiqdi. O'shalar ko'rib o'tirdingiz, o'tkazib 1 soat, 2 soat umringiz ketdi. Hozirgi paytda o'shandan sizga hayotingizda qanaqadir bir foyda bormi, yo'qmi? Qolganda moddiy tomonlama yo ilm tomonlama farqi yo'q. Qanaqadir bir foydasi bo'ldimi? Hech qanaqa foydasi bo'lgan yo'q. Endi qarang, o'sha kecha, o'sha 1 soatingizni bir kitob o'qishga bag'ishlaganingizda qanaqadir foyda bo'larmidi? Bo'lardi. Kitobdan ancha narsani olgan bo'lardingiz. Bugun misol uchun obedgacha o'tirdingiz, bir 2 soat Instagramda Reels ko'rib o'tirdingiz. Hozir obeddan keyin shuni nima foydasi bo'ldi? Yo shu ko'rishni to'xtatgan paytingizda nima foydasi bo'ldi? Qisqa dopamin olasiz, bo'ldi, ketadi. Tushunyapsizmi? Bu narkotikning o'zginasi. Misol uchun nashavandlar nimaga borib ketdi? Bu olamdan o'tib ketib qoladi. Misol uchun ular o'sha narsani iste'mol qilmasa, tura olmaydigan bo'lib qoladi. U narsa asta-asta tanasini yemirib, u oxiri ketadi. Bu ijtimoiy tarmoqqa o'rganib qolish ham xuddi shunga hozir tenglashtirilgan o'zi. Alkogolga, o'sha narkotikka o'rganib qolishga tenglashtirilgan. Hozir mana shu ijtimoiy tarmoqqa o'rganib qolish, ayniqsa yoshlar orasida. Xo'p, biz umuman ijtimoiy tarmoqqa kirmang demayapmiz. Misol uchun blog yuritishingiz mumkin bizlarga o'xshama. Biz ham kiramiz. Misol uchun nima uchun kiramiz? 99% holatda nimadir yuklash, tayyorlagan kontentimizni yuklash uchun kiramiz. Bo'ldi, demak, kontent yuklasak bo'laverar ekan, shu kontent yuklash uchun kiramiz. Qarang, kontentda ham, o'sha videongizda ham bir sifatli, foydali, ko'rgan odam bir manfaat oladigan narsa yuklashingiz kerak.
qayerdagi bir shaxsiy hayotidagi bir bo'lar bo'lmas umuman kerak emas, hech kimga foydasi yo'q narsani yuklaganni keragi yo'q umuman. Tushunyapsizmi? Misol uchun bir qanaqadir bir bema'ni betayin narsani yuklaydiganlar juda ko'p, to'g'rimi? Oling yana 30 sekundlik bo'lsin o'sha video. Hech kimga foydasi yo'q. Birov ko'rib ham bir nima o'rganmaydi ham, undan bir manfaat ham topmaydi. Endi qara bir muzikasi zo'rligiga aldanib qolib o'shani ko'radi oxirigacha. Ha, bilasizlar, insonlar ko'rishida ko'proq muzika ko'proq rol o'ynaydi, musiqa o'sha kontentdagi. O'sha musiqasiga qanaqadir miyasiga ta'sir qildi, tinchlantirdimi, nimadir qildi, qisqasi motivatsiya berdimi, nimadir bo'ldi, ana qo'shtirnochida motivatsiya. Shu 30 sekund ko'rdi, hech qanday bir foydasi yo'q edi. Endi qarang. U million prosmotr bo'ldi deb maqtanadi, to'g'rimi? Endi 30 sekund bo'ladigan bo'lsa, 120 ta odam o'shani ko'radigan bo'lsa, 1 soat vaqt ketdi. Tushunyapsizmi? 1200 ta odam ko'radigan bo'lsa, qancha bo'ladi? 10 soat bo'ladi. 12 ming ta odam ko'radigan bo'lsa-chi, 100 soat bo'ladi. 120 ming ta odam ko'radigan bo'lsa, 1000 soat bo'ladi. Endi 1 milliondan ziyod, 1 million 200 ming odam ko'radigan bo'lsa, 10 ming soat bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz o'sha chiqargan bir qayerdadir hech kimga foydasi yo'q, bema'ni, betayin bu boyagi 30 sekundlik video nima ham bo'lardi deyishingiz mumkin. U million prosmotrdan oshadigan bo'lsa, 10 ming soat siz javob berishingiz kerak bo'lgan vaqt, yana qo'shimcha yelkangizga yig'ildi. O'zingiz hali o'tkazgan vaqtingizga qanaqa javob berasiz bilmadim. Endi u odamlarning vaqtiga ham javob berishingiz kerak siz ertaga. Tushunyapsizmi? 10 ming soatda endi qarang, bir kunimiz 24 soat. 10 ming soatni 24 ga bo'ling. Bir kun, bir sutkamiz 24 soat. Hisoblasak 416 soat kelib chiqyapti. 416 kun kelib chiqyapti, ya'ni 1,5 yilga yaqinlashib qo'yapti. Tushunyapsizmi? Bir qayerdagi 30 sekund hech kimga foydasi yo'q bo'lgan bema'ni, betayin shaxsiy hayotidagi qanaqadir bir keraksiz narsani yuklagan, nima bo'lyapti? 1,5 yildan ziyod vaqt bo'lib ketyapti. Million prosmotrdan oshadigan bo'lsa, o'sha 1,5 yil o'sha insonlarga 1,5 yiliga javob berish kerak. Nima deb javob beradi? Tushunyapsizmi? Har bir minutiga, sekundiga javob berish kerak, ularning 1,5 yiliga javob berish kerak. Chunki shu chiqargan video sababli o'sha insonlarda shu vaqt ketgani uchun. Tushunyapsizlar? Shuning uchun inson ijtimoiy tarmoqqa nimadir yuklayotgan paytda u hushyor bo'lish kerak. Faqat insonlarga bir manfaati tegadigan, men dars yuklang misol uchun, bir bilim ulashin yoki kitobdan o'qigan bir qanaqadir bir foydali kitoblardan o'qigan paytingiz qaymoqli joy bo'ladi-ku, eng muhim kerak joylari. O'shalar yoritib boring, ya ulug'larimizni, bobolarimizni foydali iqtiboslarini yurgizib boring, o'sha yuklab boring. Ya'ni o'sha insonga qanaqadir bir manfaat tegsin o'sha siz yuklayotgan videodan. Endi inson qancha yashaydi bilmaydi. Misol uchun inson o'tib ketgandan keyin bu narsalar ijtimoiy tarmoqda qoladi. O'sha misol uchun boyagi million prosmotrlar ertasi o'tib ketganingizdan keyin ham sizni ziyoningizga ishlamasin hech qachon. Men misol uchun dars yuklab qo'yasiz, o'tib ketganingizdan keyin ham odamlar buni ko'rib bitta nimadir o'rgansa ham, bitta masalani o'rgansa ham sizga foydasi tegib turadi. Boyaginichi? O'sha boyagi siz vafot etganingizdan keyin boyagi ijtimoiy tarmoqda qoldimi, bema'ni betayin narsa, u ko'rgan odamdan sizga ziyoni borib turaveradi. Endi xohish o'zingizda, tanlov o'zingizda. Sog'lom bir aqlli inson sifatida taroziga qo'yib ko'ring. O'zim qanaqa yo'ldaman, nima yuklayapman, qayerga qarab ketyapman deb odam misal tahlil qilish kerak. Xo'p. Endi chiziqli tenglama. Bir noma'lum chiziqli tenglamalar deb qarang. Chiziqli tenglama shu eng prostoy tenglamada, eng oddiysi chiziqli tenglama deyiladi. Ax + b = 0. Qanaqa deymiz misol uchun? Xo'sh, a deganda bir son tushunilyapti-da. 3x, buni sal qalinlashtiramiz. 3x plus minusmi farqi 6 = 0 bo'lyapti misol uchun. Bilasiz, u 2 darsda men aytyapmiz, mana -6 u tarafga +6 bo'lib o'tadi mana. 3x = 6 bo'ladi. Mana -6 bu yoqqa o'tsa, bu bilasiz 3 ko'paytmada turibdi-ku bu yerda. Bu yoqqa bo'lish bo'lib tushadi. 6 tagi 6 taqsim 3. 2 bo'lyapti. Yoki boshqacha aytuvdik. O'zingizga savol bering. Mana shu x o'rnida nima tursa, 3 ga ko'paytirsam 6 bo'ladi. Bo'ldi, o'shandan ham topib qo'yaverasiz. 2 chiqadi, bo'ldi. Tushunamizmi? Juda oddiy, ya'ni eng oddiy, sodda noma'lum qatnashgan tenglama chiziqli tenglama bo'ladi. Undan keyingi darajadagisi misol uchun 3x + y = 6, 3x - y yana bir nima degan tenglamalar. 10 mi, 4 mi misol uchun. Tushunasizmi? Mana shunaqa tenglamalar bu ikkinchi darajali, ikki noma'lumli ikki chiziqli tenglamada bu. Ikkita noma'lum qatnashgan. Bu eng soddasi, birinchi darajasi, eng sodda Detskiy deylik, endi bunday olib qaraganda. Bu undan bir yosh kattasi, sal kattaroq. Undan keyin kvadrat tenglama ishlanadi, misol uchun 3x kvadrat + 5x + 6 = 0 degan. Bu 3-darajalisi. Undan sal qiyinroq. Bundan ham sal qiyinroq bo'lgan varianti bu. Mana shunaqa. Hozirgi mavzumiz eng prostoy, eng oddiy masalalar, tenglamalar. Mana bu qarang, shartlar berilgan, biz oddiy tushuntirib bermaymiz. Hayotiy qilib kitobda yozganini o'qib bermaymiz.
a 0 dan farqli bo'lsa deyapti. Mana a 0 dan farqli-ku bizda 3. 0 dan farqli bo'lsa o'zi bitta yechim bor. Bo'ldi. Bu o'zi chiziqli tenglamada bitta yechim chiqadi. Chunki x ni darajasi 1-ku. Yana sizga bitta sekretini ochib ketaman. X ni darajasi 2 bo'lsa, u tenglamani ikkita yechimi bo'ladi. Ko'pi bilan, eng ko'pi bilan ikkita bo'ladi. Agar x ni darajasi kub bo'ladigan, 3 bo'ladigan bo'lsa, eng ko'pi bilan 3 ta yechimi bo'ladi. 4 bo'lsa 4 ta yechimi bo'ladi. Mana shunaqa ketaveradi. Ya'ni x ni darajasiga qarab shuncha tenglamani ildizi bo'ladi. Yechimi degani ildizi degani, ya'ni javobi deylik, men boshqacha aytaylik. Bunaqa tenglamalarda bitta javobi bo'ladi. X kvadrat qatnashgan tenglamalarda ikkita javobi bo'ladi. Kub 3 qatnashsa, ya'ni darajasi bo'lsa 3 ta javobi bo'ladi. Ildizi degani javobi degani. Ildiz deganda o'simlik tomonidan tomiri tushunilmaydi endi bu yerda. Ildiz deganda matematikada shu tenglamani x ni javobi tushuniladi. Xo'p, bu tushunarli. Bitta ildizga ega bo'lar ekan mana bunaqa tenglamalar. Endi a teng 0, b teng 0 bo'lsa-chi? Ixtiyoriy cheksiz ko'p yechimga ega deyapti mana. Bu ham 0, mana bu ham 0 misol uchun. 0 ko'paygan x plus 0 teng 0 bo'lyapti. Yoki mana 0 ko'paytirilgan x teng 0. X o'rniga nima tursak javobi chiqmaydi. Xohlagan narsaga 0 ni ko'paytirsak javobi 0-ku. X o'rniga o'zingiz kelib tura olmaysizmi? Foyda farqi yo'q. 0 chiqasiz baribir. Chunki 0 ga ko'paygan har qanday narsa 0 chiqishiga shart. 3-shartni qarang. A 0 b 0 ga teng emas. U yechimga ega emas deyapti. Qanaqa bo'ladi u qarang. A 0 lekin b 0 ga teng emas. A degani mana 3. 0 ko'paygan x minus 6 teng 0. Bu 0 ga x ko'paysa 0 bo'lib ketadi. Minus 6 teng 0 bo'lib qoldi. Haqiqatan bu yechimga ega emas-da, chunki son qanday 0 ga teng bo'lib qolsin. Agar 0 teng 0 bo'lib qolganda u bo'lardi, yechimga ega bo'lardi. Lekin misol uchun 1 teng 0 bo'lib qolsa, u bo'lmaydi-da, o'xshamay qoladi, qizimay qoladi uncha. Yaxshi, masalalar ishlashga o'tib ketaveramiz. Bu oson, qiyin emas. Mana birinchi masalasiga qarang. Demak, siz videoni pauzaga qo'yib ko'rasiz, ishlab ko'rasiz, keyin men ishlagan bilan solishtirasiz. Bu yerda qarang, birinchi umumiy makhraj berish kerak. 4 bilan 8 ga umumiy makhraj. Umumiy makhraj 8 bo'ladi. 8 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana buni surat makhrajini 2 ga ko'paytirishim kerak. Bu yoqqa ham 2 ko'paytiraman, qavs qilib ko'paytiramiz, pastga ham 2 ko'paytiraman mana. Shunda 8 bilan bir xil bo'ladi. Demak, qarang, 2 birato'la ko'paytiryapman mana. 2 ko'paygan 3x minus 2 ko'paygan 11 taqsim 8 mana minus 3 minus 5 5x taqsim 8 teng x plus 6 taqsim. Qarang, mana shu tomonni ham 8 qilsam bor, keyin tashlab yuborsam bo'ladimi? Hali 2 bo'lib tursin hozircha. Mana shu yerda bitta nozik joyi bor-da, qarang. Shuni oling. Mana bu o'rta plus bo'lgan paytda mana u qizig'i yo'q, nima bo'lishini. Lekin o'rta minus bo'ladigan bo'lsa, hozir mana ikkita umumiy makhraj bir xil bo'ldi-ku. Mana uni bitta kasr qilib yozasiz, ko'plab bunday qiladi, qarang. Mana 6x bo'lyapti, bilyapsiz. 6x minus 22. Mana minusni yozadi, faqat mana 3 minus 5x ni kopiya qilib ko'chirib qo'yadi-da. Shu joyda xato ketib qoladi. Nega desangiz, minusdan keyin har doim qavs olinishi shart. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, shuni miyangizga beton qilib quyib oling. Minusdan keyin обязательно qavs keladi. Agar bitta son bo'lsa ham, prosta x bo'lsa ham, har doim qavs qilsangiz adashmaysiz. Minus bunga ham ta'sir qiladi-da, ya'ni minus bunga ham ta'sir qilish kerak. Shuning uchun qavs bo'lsa ta'sir qiladi. Agar qavs bo'lmasa, faqat 3 ga ta'sir qiladi bo'lib qoladi-da. Shuning evaziga qavs qo'ymasangiz xato bo'ladi. Tushundingizmi? Boya qavs bo'lmasa xato. Taqsim 2. Qarang, xohlasangiz 2 bilan mana qarang. 2 bilan 8 ni qisqartirsangiz bo'ladi. Makhraj bilan makhraj, surat bilan surat qisqaradigan bo'lsa, qisqartirish mumkin-da. Bu yerda 4 qoladi shunda. Mana 8 ni 2 karra 4 dedik, 4. Endi bu 4 bilasiz, proporsiyani bu yoqqa ko'payib ketadi. Proporsiya degani bunday qilib x qilib ko'paytirish degani. Mana u bu yoqqa ko'payadi, bu yoqqa ko'payadi. 4 yoqqa ko'payadi demak. 6x minus 22. Qarang, minus ta'sir ettirib ochaman. Minus 3 plus 5x bo'lyapti hozir. Teng 4 yoqqa ko'payadi. X plus mana 6 bo'lyapti. 6x minus mana birato'la hisoblab ketik. 5x bilan 6x qo'shilib birato'la 11x deymiz. Minus 22 minus 3 nima bo'ladi? Minus 25 bo'lib ketadi, qo'shilib ketadi bular. Bu tarafni ochaman, qarang. 4x plus 24 bo'lyapti. 4 bunga ham ko'payadi-ku. Endi boyagidek-da, ma'lumlar bir tarafga, noma'lumlar bir tarafga, ya'ni x qatnashganlar noma'lum bo'ladi. Ular mana tengni bir tarafda tursin, xohlang o'ng, xohlang chap, qizig'i yo'q. Son qatnashganlar, ma'lumlar degani sonlar. Sonlar tenglikni boshqa tomoniga o'tish kerak.
Bu tarafga misol uchun 4x ni bu yoqqa olib kelyapman mana. 11x minus qilib o'tkazaman, chunki tenglikdan bu yoqqa oshib o'tyapti-ku, qo'shninikiga o'tyapti. Ishorasi o'zgarib o'tadi. 25 u tomonga o'tyapti. Bu minus o'zini tomonida minus-ku, bu tomonga plus bo'lib o'tadi mana. Ketdi. Buni artlashing. 7x 24 ga 25 49. Ya ana x ni topish uchun boyagidek savol bering o'zingizga. 7 ga nechini ko'paytirsam 49 bo'ladi deysiz. Mana javob 7 bo'ladi. Yoki 7 bu yoqda ko'paytirish bo'lib turibdi, 49 tagiga bo'lish bo'lib tushadi deb ishlasangiz ham qarshi emasmiz. 7 chiqadi bundan. Javob ham bu yerda demak 7. Xo'p, ikkinchi masala. Qani pauzaga qo'yib bitta ishlab ko'ring qani o'zingiz. Biz esa davom etib ketaveramiz. 6 buni tagida 1 bor deb olsak bo'ladi. 6 ning tagida hech narsa yo'q degan 1 bor degani. Endi 2 ga ekanki bu taraf umumiy makhraj. 2 bo'ladigan bo'lsa, buni surat mahrajini 2 ga ko'paytirish kerak. Ya'ni 6 ko'paygani 2 taqsim 2 deb olamiz mana. Yana boyagidagi gap. Qarang, minusni, mana minus-ku. Siz mana minusni yozyapsiz, mayli yozib qo'ying, mana birinchi minus 1 taqsim 2. Endi umumiy makhraj ikkalasi ham bir xil bo'lgani uchun 12 minus x minus 1 desam, mana shu xatoda. Minus faqat bunga tegishli bo'lib qolyapti. Minusdan keyin mana kasrda to'g'ri turgan bo'lsa ham farqi yo'q. Minusdan keyin qavs olib qo'yishga majbursiz. Qavs olish kerak har doim. Taqsim 2 bo'laman umumiy makhraj. Endi qarang, bu yerda umumiy makhraj 3 bunga 2 bunga ko'payadi-da. Ya'ni misol uchun mana 5 taqsim 2 plus 4 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, umumiy makhraj qanaqa bo'lardi? Bu bunga ko'payardi, bu bunga ko'payardi, makhrajda esa ikkalasi bir-biriga ko'payardi, to'g'rimi? 5 ko'paygan 3, 2 ko'paygan 4, pastda esa 2 kara 3. Mana. Xo'p, endi shunaqa ish qilamiz. 3 bunga ko'payadi. Mana 3 minus x ga ko'paydi. Plus 2 x minus 2 ga ko'paydi. Makhrajda esa 2 bilan 3 ko'payish kerak. Mana 2 bilan 2 ni qisqartirib olsangiz bo'ladi, aytdimmi? Makhraj bilan makhrajda bir xil narsalar qisqarib ketaversin, bemalol. Mana minus ta'sir ettirsam minus x bo'ladi, bu plus bo'lib ketadi, chunki minus mana 1 ga ta'sir etadi. Bu yerda 3 qoldi faqat. Ochamiz, qarang mana qavslarni. 3 ga 3, 3 kara 3 mayli minus 3x. Maydalab tushuntirib beryapman. 2 ga ko'payadi. 2x minus 4 deb ketsam rozimisiz? 2 kara 2 4. Taqsim bu yerda 3 bor. Yana boya proporsiya 3 bu yoqqa ko'payadi. Makhraj har doim bu tarafga ko'payib ketadi-da. Boya makhraj bu yoqqa tepaga ko'paydi-ku. 12 ga mana 1 ni qo'shib yuboring. 13 minus x bo'lsin-da, mana bu 3 bular tarafga ko'paytma bo'lib chiqsin mana. Bu yoqda esa mana 9 minus 3x plus 2x bo'lsa minus x bo'ladi bu. Minus 4. 9 dan 4 ayirsangiz 5. Buni ko'paytirib ochamiz endi. 3 kara 13 39 minus 3x teng 9 dan 4 ayriladi 5 minus x bo'lyapti. Endi bu minus mana uni bu yoqqa o'tkazsangiz ham bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tkazamiz. Qarang, mana 5 ni bu tarafga o'tkazaman, 39 tarafga. Yana boyagidek x qatnashganlar bir tarafga yig'ilish kerak, sonlar bir tarafga yig'ilish kerak. O'sha bir tarafga o'tkazayotgan paytda ishorasini qarama-qarshi teskarisiga aylantirib o'tkazasiz. Mana 5 o'zini tarafida plusda turuvdi, bu yoqqa minus bo'lib o'tdi mana. O'zim x o'zini tarafida minus x bo'lib turibdimi? Mana bu 3x u yoqqa o'tkazsam plus 3x bo'lib o'tadi mana. Ko'plar mana minusni 5 ga tegishli deb o'ylaydi ekan. Mana bu minus x ga tegishli. Ishorasi uni oldidagi ishora bo'ladi. Nimani ishorasi bo'lsa, uni oldida turadi, u orqasida turmaydi hech qachon. Bu yoq 34 bo'lyapti ayirsangiz. Qarang, mana shunaqa paytlarda minus x plus 3x ni siz joyini almashtirib 3x minus x qilib yozsangiz ham hech kim urushmaydi. To'g'ri bu ham. Ya'ni 2x bo'ladi demoqchiman. Endi bu 2 bu yoqda ko'paytma bo'lib turibdi-ku, 34 taga bo'linma bo'lib tushadi mana 2. Demak x teng 17 ekan javob. 17 bizda bor. Mana. 3 ta ham. Demak, birinchi o'zingiz ishlab ko'rishingiz kerak. Xo'p, 09 ni ko'paytirib ochib chiqamiz. Qarang, vergulli sondan qutulish maqsadida agar mana shunaqa 09 vergulli son kelib qolsa, endi 09 yoqmaydi-ku, menga ham yoqmaydi misol uchun, vergul qatnashgan son. Nima qilaman? Ikki tarafini 10 ga ko'paytiraman. Tenglikni bu tarafini ham ko'paytiraman 10 ga. Shuna o'tgan darsda aytgandik-ku, tenglamani ikki tarafini
bir xil songa ko'paytirsangiz hech narsa o'zgarmaydi deb mana. Faqat buni 10 ga ko'paytirib qo'ymaysiz. Hammasi nima bo'lsa hammasini 10 ga ko'paytirishingiz kerak. Buni ko'paytirsangiz 10 ni 0.9 ga ko'paytirsangiz 9 ga aylandi bu. 4x - 2 teng 10 ni mana 10 ga ham ko'paytirasiz. 5 ga aylanadi bu. 3x - 4 plus 10 ni bunga ko'paytirsangiz 44 bo'lib ketadi. Mana qavs shart emas. Qavs mana 10 ga tegishli-da. Qavs bunga tegishli, bunga tegishli emas. Bu qavsni supurib tashlaymiz mana bu qavsni. Qarang, yaxshiroq normalniy ko'rinishga keldi mana vergullidan ko'ra. Endi buni olib chiqasiz bo'ldi. 9 ni ko'paytirib plus 9 ko'paygan 4x minus 9 ko'paygan 2. Buni 5 ko'paytirilgan 3x minus 5 ko'paytirilgan 4 plus 44. Bu 36x bo'lyapti. Minus 18 teng. Mana bu 15x minus 20. Mana bu minus 20 plus 44. Baytma minus 20 plus 44 desiz bemalol 44 minus 20 desangiz bo'ladi. Joyini almashtirib olib 24 ekan demak. Mana shu yerda javob 24. Yana boyagiday x qatnashganlar bir tarafga yig'ilsin, sonlar bir tarafga yig'ilsin. Ya'ni tenglikdan oshib o'tayotgan paytda minus bo'lsa plus bo'lib o'tsin, plus bo'lsa minus bo'lib kelsin. Bo'ldi, boshqa bir gap yo'q bu yerda. Bir tegirmon toshini aylantirishingiz shart emas. Juda oddiy narsa. 36x o'zining tarafida turibdi. 15x u tomonga ko'chib o'tyaptimi? O'zi tarafda plus bo'lib turibdimi? Bo'ldi, narigi tarafga minus bo'lib o'tadi. Tamam. Teng. 24 o'zining tarafida plus bo'lib turibdimi? Bu yoqqa faqat 18 ko'chib o'tadi u tarafga. 18 da ishorasi o'zini oldida turgan ishora bo'ladi. Orqasida turmaydi ishora, oldida turadi. Minus ekan, demak bu tomonga plus bo'lib keladi mana. Qiyin narsa emas, to'g'rimi? Bu xo'p, ayarsangiz 1x bo'lyapti, adashmasam shunday. 21x teng bo'lyapti. Buni qo'shsak, xo'p 30 42 bo'lyapti. Bo'ldi, x nima bo'lish kerak? 2 bo'lish kerak. 21 ga nimani ko'paytirsangiz 42 chiqadi. Yoki 21 42 ni tagiga bo'lish bo'lib tushadi deyiladi. 2 qilyapti, chiqadi javob. Mana. Buni ham shunday qarang, qancha ishlab ko'ringchi. O'z birinchi ishlab ko'rib, keyin men ishlagan bilan solishtirsangiz, yaxshiroq tushunasizda. Effekti yaxshi bo'ladi. Faqat tomosha qilib o'tirgandan foyda kam. Tenglamani yechish kerak. Mana qarang-da, misol uchun ustachilikmi, bir nima yasayapsizmi, buzyapsizmi, farqi yo'q, nimadir bajaryapsiz hayotda. Kimdir sizga-da buni bunaqa qilib yasaydi yoki mana bunaqa qiladi deb bir kun o'rgatdi. Endi o'zingiz undan ko'ra qarang. Kimdir o'sha narsa haqida tushuncha bor, avval bir o'rgatgan. O'sha narsani o'zingiz yasab ko'ryapsiz. Yasab ko'rdingizda o'xshamay qoldi. Endi boyagi ustozingiz kelib, qayerda xato qilganingizni tushuntiradigan bo'lsa, juda zo'r tushunasiz. U faqat nazariy unaqa qilsangiz, bunaqa qilsangiz yasaladi deganini qarab o'tirsangiz, yo'q. O'zingiz yasab ishlab ko'rasiz, qo'lingiz bilan ushlab, buzib, terib, tizib ko'rasiz, o'shanda chiqadi. Yaxshiroq tushunasiz. Bu ham xuddi shundayda, birinchi o'zingiz ishlab ko'rasiz. Qayerda xato qilganingizni keyin men tushuntirib bergan paytimda yaxshiroq esingizda qoladi demoqchiman. Xo'p, mana bular vergulli sonlardan qutulish yo'q. Qarang, baribir mana bularda vergul qatnashib qolar ekan. Mayli, o'zini vergulli holatda ham ishlab ko'raylikchi. 208x minus 3 ni bilasiz, ekkalasiga ham tegishli 3. 3 ko'paygan 2x plus bo'lib ketadi, ya'ni minus bilan minus plus 3 bo'lib ketadi. 3 ko'paygan 1 yoki mana. Teng 208 minus 3,19x bo'lyapti. Xo'p, endi bayda x lar bir tarafga yig'ilishi kerak. Mana bu 3,19x ni mana bu tomonga olib o'tamiz. Bu yoqda 2,8x bor, minus 6x bor. Mana minusidik o'zining tarafida. Bu tomonga tenglikni yaxshilab tushuning, mana shu tenglikdan oshib o'tyaptimi, bo'ldi, o'zgaradi. Plus 3,19x bo'lib o'tdi. Bo'ldi. Endi 208 o'zining tarafida turibdi. Unga nima bo'ladi? Mana 3 ko'chib boradi yoqqa, minus 3 bo'lib. Mana.
Xo'p, endi buni hisoblaysak, mana bular общий hisoblaydigan bo'lsak, 208x dan 6x ayiradigan bo'lsak, minus 3/2x bo'lyapti, mana. Mana bu. 3/2x qo'shamiz 3/19x. Qarang. Siz buni bunday yozsangiz bo'ladi. 3/19x minus 3/2x qilib yozsangiz bo'ladi. Bu 3/19, bu 3/2. Ayiradigan bo'lsangiz minus 0.01x bo'lyapti bu. To'g'rimi? 208 dan 3 ni ayirib tashlaydigan bo'lsangiz minus 0.2 bo'lyapti mana. Ana endi minus 2 tomonda ham bir xil minus kelib qolgani uchun ularni tashlab yuborsangiz bo'ladi, bemalol. Shunda 0.01x teng 0.2 bo'ladi. Ana endi ikki tomoniga bir xil 10 ni ko'paytirsam yoki 100 ni ko'paytirib olsam bo'ladi mana. 100 ko'paytirib olaman ikki tomonga bir xil. 100 ko'paytirib olsam mana bu x ga aylanadi. Bu nimaga aylanadi? 20 ga aylanadi. Mana bitta 0 bilan bu 2 bo'ladi. 2 kara 10 bo'lib qoladi keyin. Javob 20 ekan. Mana. 5-si. Tenglamani ishlashimiz kerak. Bu yerda ham xuddi shunday bagida 5 va 6 ayrilgan. 7 ni ko'paytiramiz mana 0.8 ga. Biratul yozib ketaman. 7 kara 8 56 edi-ku. Endi 7 kara 0.8 bo'lsa bu 5 va 6 bo'ladi. 5 va 6x minus 7 bo'lyapti mana. Minus 7 1 ga ko'payyapti. Teng bu yoqda 14 bor, minus 5.32x bor. X qatnashganlar hammasi bir tarafga deganmiz. Demak, mana buni bu yoqqa olib o'tamiz. Xohlasangiz buni bu yoqqa olib o'ting, farqi yo'q bizga hech qanday. 5 va 6 minus 7. Xohlasangiz 14 bu yoqqa o'tkazaman. Minus 14 qilib o'tkazdim mana bu tarafga. Minus 5 va 32 o'zi manfiy bo'lib turibdi. Mana buni bu yoqqa plus qilib o'tkazmoqchiman. 5 va 6x plus bo'lib o'tdi mana. Xo'p, mana bu minus 21 bo'ladi, bilasiz. Minus 7 bilan minus 14. 5 va 6 dan ayrilyapti 21. Bu yoqdachi mana uni 5 va 6x minus 5 va 32 qilib olsangiz bo'ladi. Bemalol joyini almashtirib yozib olsangiz bo'ladi deyapmiz-ku. Xo'p, bu minus 15.4 bo'lyapti ayirsangiz. Bu ayirgan paytingizda 0. demak 20 0.28x ga kelyapti. Ana endi x topish uchun nima qilasiz? Minus 15.4 ni bo'lishingiz kerak 0.28 ga. Bu bizga x ni beradi. Bo'lganingizga demak minusdan 55 ga to'g'ri kelyapti bu. X'imiz minus 55 degan javob bizda bor ekan. Xo'sh, ana endi x ni topishimiz kerak bu yerda. Bo'linma degani qarang, mana misol uchun 12 bo'lingan x bo'ladigan bo'lsa, siz buni bemalol 12 taqsim x qilib yozib ola olasiz-da. 2 nuqta degani kasr degani. Demak, nima qilib yozaman men buni? Qarang. 420 taqsim 160 minus 1000 bo'lingan x qilaman mana. Teng 12. Xo'sh, 420 bilan mana bu bilan 12 ni qisqartirsak 420 12 ga bo'linadi. Mana 420 ni 12 kara 35 desak bo'ladi. Taqsim mana bu mahrajni bilasa, proporsiyada bu yoqqa chiqib ketsa bo'ladi bemalol. 12 kara 35 teng 12 ko'paytirilgan buni demak 160 minus 1000 bo'lingan x deyapmiz. 12 bilan 12 ni qisqartirib olsa bo'ladi. Natija nima bo'lyapti? 35 teng 160 minus 1000 bo'lingan x bo'lyapti. Ana endi boyagi x qatnashganni bu tarafga o'tkazib yuboraylik. 1000 bo'lingan x teng 160 35 endi bu tarafga o'tadi. Minus 35. 1000 bo'lingan x degani mana bunaqa x degani. Buni ayirsangiz 125 bo'lyapti. Mana bu. Ana endi x ni topish uchun bayda proporsiya. Bu yoqqa chiqsa bu joy almashadi. Bemalol mana ikkalasini joy almashishi mumkin. 1000 taqsim 125 teng x bo'ladi. 1000 da 125 ga bo'ladigan bo'lsa 8 chiqadi javobi. Bizda 8 degan javob bor ekan. Xo'p, 7 ham shunga o'xshash. Har bir masalada, demak, yangi masalaga o'tgan paytimizda
Birinchi o'zingiz ishlab olishingiz kerak, keyin biz ishlagan bilan solishtirasiz. Demak, mana bu son 1002 ga katta ehtimol bilan bo'linadi. Shunda soddaroq holatga keladi. Bu yerda ko'paytirib turgan mana 1002 bu tomonga bo'lish bo'lib tushadi-ku. Bo'lish bo'lib tushadi. Xo'p, mahrajga tushsa, mana buni 1002 ga bo'lgan paytingizda 730 kelib chiqyapti. Ana endi 360 plus x teng 730. Ana endi x topish uchun bo'ldi 730 dan 360 ta ayirib qo'yasiz. Xo'sh, 8-masala. Va aytganimizdek, umumiy mahraj bu tarafga. Mana bu x ni ham mahraj yo'q degani tagida 1 bor degani. Umumiy mahraj mana bu taraf 6 ku, shunda umumiy mahraj 6 bo'ladi. Bunday qilamiz. X - 3 taqsim 6 plus 6 ko'paygan x taqsim 6 deb olamiz. Ya'ni surat mahrajiga 6 ni ko'paytirib oldim. Umumiy mahraj 6 bir xil bo'ldi. Endi yozamiz. X - 3 plus 6x deb yoziladi bu. Umumiy mana 6 yozilyapti tagiga. Endi bu yoqqa umumiy mahraj bilasiz boyagida. Bu bunga ko'payadi, mana bu bunga ko'payadi. Demak, 2 ko'paytirilgan 2x - 1 minus 3 unga ko'payadi. 3 ko'paytirilgan qavs olamiz dedik. Minusdan keyin har doim qavs olinadi. Minus bo'lmaganda ham baribir 3 ko'payayotgani uchun qavs olishimiz kerak edi. Agar mana shu o'rtasi plus bo'lganda ham baribir qavs olinadi. Nega? 3 ko'payapti-da, ikkalasiga ham tegishli bo'lishi kerak. 4 minus x taqsim buni mahraji 6 bo'ladi. Ya'ni mahrajda ikkalasi bir-biriga ko'payish kerak edi-ku. Ketdi, mana 6 lar qisqartirsangiz bo'ladi. X bilan 6x qo'shilib 7x bo'lyapti, minus 3 bor mana. Endi bu tomonni ochamiz, qarang. Xo'p, 2 bilan 2x ko'paysa 4x minus 2 deyapman mana. Minus 3 4 ko'paysa minus 12 bo'ladi. Mana minus 3 bilan minus x ko'paysa plus 3x bo'lib ketadi. Ana endi boyagida yana tenglama. Bu 7x bilan mana bu 3x 4x bilan 3x qo'shsam 7x. 7x minus 3 teng 7x minus 14 bo'lyapti. Bu 7x ni nariyoqqa o'tkazsam-da, bu nariyoqqa minus bo'lib o'tadi mana 7x. Bu 3 u tarafga plus 3 bo'lib o'tadi. 7x ni 7x ayirsa 0. 0 teng minus 11 bo'lyapti. Shu tengmi? Minus 11 0 ga tengmi? Yo'q. Demak bu bo'sh to'plam. Mana 0 ustiga bunday chizib qo'ydi degani bu bo'sh to'plam. Yechimi yo'q degani, ildizi yo'q degani. Mana. Berilgan tenglama ildizga ega emas. Ildizga ega bo'lmasa nimaga berding deydigan odam yo'q, ha? 9-siga o'tamiz. 1/6. Xo'p. Ko'paytirsangiz ham bo'lar yoki boyada ikki tomonni 10 ga ko'paytirib olsangiz ham bo'lar ekan. Men virguldan qutulish maqsadi. Shunday qilamizmi? 10 ga ko'paytirib olamiz mana. 10 ko'paytirdim. Bu yoqqa ham umumiy hammasiga tegishli bo'lish kerak o'sha 10. Virgullardan qutulish maqsadida qilinayotgan ish bu. Bu 16 bo'ladi shunda. 16 2 plus 3x teng. Bu 10 bunga ko'paysa 60 0,8x minus 1 minus 1 plus 68 bo'ladi. Chunki 10 bunga ham alohida ko'payadi. Endi oching qarang. Bu 32 bo'ladi plus 48x. Bilasiz 16 bunga ham ko'payish kerak. 60 ni ko'paytirasiz 0,8x ga. Mana shu yer 48x bo'ladi. Minus 60 plus 68. Qarang, 48x bilan 48x bir xil bo'lgani uchun bu tarafga o'tadida 0 bo'lib ketadi. 32 teng. Xo'p, mana nima bo'ladi? Minus 60 plus 68. 8 bo'lib qolyapti. 32 8 ga tengmi? Bo'ldi, xato, bu ham bo'sh to'plam. Mana. Tenglamani yechishimiz kerak. Bu yerda ham shu. Bu 0,3 degani bilasiz, bu davrda 3 degani. U qanday yozilardi? 0. davrda 3 qanday yozilardi? 3 taqsim 9 deb yozilardi yoki buni qisqartirsak 1 taqsim 3 bo'ladi. Bu boshida o'tilgan bu 10lik kasr anaqada, cheksiz davriy 10lik kasrlar. Demak bu 1 taqsim 3x ekan. Keyin bitta narsani tushunib oling. Bu suratga tegishli bo'ladi. X taqsim 3 bo'ladi. Mana qarangda.
2 taqsim 3 ko'paytirilgan a bo'ladigan bo'lsa, bu suratga tegishli bo'ladi. Siz buni bemalol 2a taqsim 3 deb yozsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki 3 ko'paytirilgan x taqsim 5 kelib qoladi. Bu suratga tegishli bo'ladi. Bemalol siz buni 3x taqsim 5 deb yoza olasiz. Demak, shundan ko'rinib turibdiki, x taqsim 3 bo'ldi mana shu yer. -3. Yaqazamiz bir boshdan. X taqsim 3 -3 teng bu. X minus 2 ni bular ko'paytirish kerak. -2 ni. -2 ni 0 ga ko'paysa -1 bo'ladi. -2 mana bu. Yana buni qarang, bu ham x taqsim 3 deganda. -2 ko'paygan x taqsim 3 bo'lyapti. Mana bu nariyoqqa plus bo'lib o'tadi. Bu ham o'sha pishdi, ketdi, qarang. X dan x taqsim 3 dersam, x taqsim 3 bo'lib qoladi. X taqsim 3 mana -1 ni bu yoqqa o'tkazaydi, mana -3 plus 1 bo'lib keldi mana bu 1. X ayrilgan 2x taqsim 3. Siz mana x ni 3x taqsim 3 desangiz bo'ladi-ku. 3x dan 2x ayriladi, x taqsim 3 bo'lyapti bu tomon. X taqsim 3 mana bu yer -2 bo'lyapti, teng x taqsim 3. X taqsim 3lar bir-biridan ayrilib ketib, yo'q bo'lib ketadi. Qarang, shu chizib tashlagan paytimda, bo'ldi, o'rta minus bo'lsa ham qisqartirish mumkin ekan deb o'ylayman. Bu qisqartirish emas, qarang. X taqsim 3 bu -2 ni nariyoqqa o'tkazaman, buni bu yoqqa olib kelaman. -x taqsim 3 teng 2. Ikkita bir xil narsa bir-biridan ayrilsa 0 chiqadi. 0 teng 2 bo'lib qolyapti. Bo'ldi, ketdi. Ana a plus x teng a plus y bo'ladigan bo'lsa, mana a bilan a ni yo'qotib yuborsak bo'ladi-ku. Shuni bir xil qisqartirish deb o'ylaydi. Bu qisqartirish emas, bir-biridan ayrilib ketish prosta. Bu a ni bu tarafga o'tkazasiz, mana bu a plus x, mana bu a bu yoqqa minus a bo'lib o'tadi. Shunda bu a bilan a ayrilib ketib 0 bo'lib ketadi-da, x teng y bo'lib qoladi. Qisqarmaydi lekin hech qachon. Bu plus o'rtasi plus minus bo'lganda qisqartirish mumkin emas. Demak, bu ham bo'sh to'plam. M ning qanday qiymatlarida m y plus 1 tenglama yechimga ega bo'lmaydi, deyapti. Bu aytgan gapimiz. M 0 bo'lib ketish kerak. M teng 0 dan. M 0 bo'lsa nima bo'ladi? Qarang. 0 ko'paygan y plus 1 teng, bu yerda ham m turibdi-ku, u ham 0 bo'ladi. Shunda bu yozish shart emas, 1 teng 0 bo'lib qoladi. Yechimga ega emas-da bu. Agar m ga qanaqadir bir son berib qo'yadigan bo'lsak, u yechimga ega bo'lib qoladi, bo'lmaydi. Endi qanday qiymatlarda mana shu tenglama ildizi mavjud emas, deyapti. Ildizi mavjud emas. Xo'p, qarang, birinchi bir tarafga o'tkazib ko'rishimiz kerak-da buni. nx plus 5 teng n minus 2x. Bag'da bir tarafga yig'asiz, o'tkazib ko'rasiz. Bu minus 2x ni bu tomonga o'tkazaman. nx plus bo'lib o'tadi, 2x ishorasi o'zgarib o'tadi-ku. Bu n minus 5 bo'lyapti. Shunda x qasdan tashqariga chiqaraman. n plus 2 ko'paytirilgan x teng n minus 5 bo'lib qoldi. Ana endi x ni oldidagi narsa 0 ga teng bo'lib ketishsa, yechimga ega bo'lmaydi har doim. X ga ko'payib turgan narsa yo y ga o'sha noma'lumga ko'payib turgan narsa 0 bo'lib ketish kerak-da. Xo'p, prosta mana noma'lumga n ko'payib turibdi-ku, n teng 0 desak bo'lmasmidi desangiz, bu yoqda ham n turibdi, ana x turibdi-ku. Shuning uchun hamma x ni bitta joyga yig'ib, qavsdan tashqariga chiqarib, boshqa u tomonda x qolmaganiga ishonch hosil qilgandan keyin oldidagi narsani 0 deysiz. n plus 2 0 bo'ladigan bo'lsa, n teng bu yoqqa minus bo'lib o'tsin, n teng minus 2 bo'ladi. n minus 2 bo'ladigan bo'lsa, yechimga ega bo'lmay qoladi. Mana endi o'rniga minus 2 ni qo'yib ko'ring-da, qarang. Minus 2 plus 2 ko'paytirilgan x teng, mana bu yerga minus 2 ni qo'yaman. Minus 5. Bu 0 bo'lib ketdi. 0 ko'paygan x bu tomon nima bo'ladi? Minus 7 bo'ladi. 0 ga x ko'paysa 0, 0 minus 7 ga teng ekan. Xatoki bu, to'g'rimi? Javob mana shu. Xo'p. Aning mana shu tenglama yechimga ega bo'lmaydigan barcha qiymatlari ko'paytmasini topishimiz kerak ekan. Bu aytgan gapim. X ni oldidagi x ga ko'paygan narsa 0 bo'lsa, shunda u yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni a kvadrat minus 4 x ga ko'payib turibdi. Ana shuni 0 deyman. A kvadrat shunda 4 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, a kvadrat teng 4 bo'ladi. Shunda ko'plar a teng 2 deydi. Yo'q, a teng bunaqa paytda plus minus 2 chiqadi.
Chunki -2 ni kvadrati ham 4 ku. Yani o'sha ildizlar yechimlarini ko'paytmas deyapti. Ya'ni 2 ko'paytirilgan -2 ni ko'paytirsangiz bir-biriga -4 ekan javobi. Mana qarang. Shuni oling, misol uchun x kvadrat teng 36 bo'ladigan bo'lsa, bu x teng prosta tak 6 emas, plus -6 ikkita ildizi bo'ladi buni. Ya'ni agar -6 bo'lsa ham kvadrat manfiyni yeb tashlaydi-ku, 36 chiqarib beradi 2 kvadrat. 6 ni kvadrati ham baribir 36. Shuning uchun-da. Endi shuni aytganimdan keyin bir xil aytasiz, ildiz 36 bo'lsa bundan +-6 chiqadi. Yo'q, unaqa emas. Bu ildizdan manfiy chiqishi mumkin emas-ku. Bu bilan buni boshqa, umuman yer bilan osmoncha farqi bor buni. Bu ildiz 36. Bu x kvadrat 36, bu boshqa narsalar. Misol uchun x kvadrat teng 81 kelib qoldi. Nima bo'lar ekan? X teng +-9 chiqar ekan. Agar ildiz 81 bo'lsa-chi, bundan bitta bu 9 chiqadi. -9 deya olmaysiz. Bundan xato bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Mana tenglama aniq qanday qiymatlarda ishlab ko'rishingiz kerak o'zingiz birinchi. Bu tomonni birinchi ochamiz. A + 2 x + 2 mayli. Qarang. 6x - a - 6 teng. Bu yoqda ochyapman buni. A ni ko'paytirishim kerak x + 2 ga plus 2 ni ko'paytirishim kerak x + 2 ga. Bular shunaqa ochiladi. Mana buni ekkoga ko'paytirasiz qavsga, keyin buni bu ikkalasiga ko'paytirasiz. Endi ochamiz, qarang. Ax plus 2a bo'ladi. Ya'ni a ikkalasiga ham ko'payadi. Bu yerda 2x plus mana bu ham 2 edi. 2 kare 2 4 bo'ladi. Ya'ni 2 ikkalasiga ham ko'payishi kerak. Endi bu ax bu 2x. Hamma x qatnashganlarini mana 6 tomonga o'tkazib tashlayman. 6x minus ax minus 2x. O'zini tarafida musbat bo'lib turibdi-ku, u tomonga qarang, manfiy bo'lib o'tdi. Qolgan hammasini nariga o'tkazib yuboraman. 2a plus 4 mana o'zini tarafida turgandi. Mana bular u yoqqa o'tadi. Qarang, o'zini tarafida minus bo'lib turibdi-ku. Plus a plus 6 bo'lib bu tarafga ko'chib o'tadi. Ishorasi o'zgaradi teskarisiga. 6x dan 2x ayring. 4x bo'lyapti, minus ax bo'lyapti. Bo'ldi, bu tomon bizga kerak emas. Bu tomon shu nimadir sonda hammasi qo'shganingizda. Endi x tashqariga chiqarasiz. 4 minus a hosil bo'lyapti. Bo'ldi, o'sha x ga ko'payib turgan narsa 0 bo'lsa, tenglama ildizga ega bo'lmaydi. 4 minus a teng 0 desangiz, a ni bu tomonga o'tkazasiz, musbat bo'ladi. Mana a teng 4 chiqib qoldi. Sizga mana javob turibdi. Yana boyagidek gap, qarang. K'ning qanday qiymatlarida tenglama yechimga ega bo'lmaydi, deyapti. X ni qatnashganlar hammasini bitta joyga yig'ishim kerakmi? Ko'paytiramiz, qarang mana buni. K kvadrat plus 6k. Keyin x ham bor ekan, qarang. Keyin tashqarida mana x ham bor. K kvadrat plus 6k x. Endi bu tomonga o'taman. K plus buni 7 ni ko'paytirsangiz 7x plus 7 bo'lyapti. Mana bu x qatnashdi-ku bu yerda ham. Buni ham bu yoqqa o'tkazaman. K kvadrat plus 6k x minus 7x teng. Bu yoqda nima bo'ldi? K plus 7 qoldi. Bu k qanaqadir son, 7 ham son. Bu son kerak emas menga. Endi bu yerdan x ni chiqaraman qavsdan tashqariga. X ni chiqarib yuborsam, mana bu bilan bu qoladi ildiz ichida. K kvadrat plus 6k minus 7 teng bu yoqda k plus 7. Yana o'sha gap boyagi bir xil tipda ketyapti. X ni qavsdan tashqariga chiqargan paytda x ni oldi yoki orqa tarafida ko'paytma bo'lib turgan narsa 0 ga teng bo'lsa, bu tenglama ildizga ega bo'lmaydi, yechimi yo'q bo'ladi. Demak, k kvadrat plus 6k minus 7 teng 0 bo'lishi kerak. Bu kvadrat tenglamaga kelib qoldi. O'zi Viet degan teorema bor. Endi hali sizlarga uni o'tmaganim uchun javoblardan qo'yib ko'rish tushuntirib beraman. Ya'ni javobda 1 va 7 deyapti. K ni o'rniga 1 qo'ysam, ikki tomon teng chiqadimi, yo'qmi? Shuni ko'rishimiz kerak. Yoki qarang, Viet teoremasi qanaqa? Ko'paytmasi mana bu minus 7 ni berish kerak. Qo'shilgani esa mana buni qarama-qarshisini berish kerak. Ya'ni shunday ikkita son bo'ladiki, K1 bilan K2 ni ko'paytmasi minus 7 ni berish kerak.
K1 ga K2 ni qo'shganingizda -6 ni berish kerak. Qanaqa son bor? Ikkita. Javoblardan ham izlasangiz mayli. Ko'paytirganda -7 ni bersin, qo'shganda -6 ni bersin. Mana 1 va -7. Haqiqatan 1 ga -7 ni ko'paytirganingizda -7 mana uni beradi. 1 ga -7 ni qo'shganingizda -6 ni beradi. Ildizlari. Yoki boyada siz bu tushunmadingiz, misol uchun aytaylik, V7 tushunmadingiz, hali mavzusini o'tganim yo'q buni. Nima qilishimiz kerak? Xo'p, javoblardan qo'yib ko'rasiz. 1 qo'yib ko'raman, k ni o'rniga qarang. 1 ni kvadrati 1, 6 ko'paygan 1, 6, 1 bilan 6 ni qo'shsam 7 bo'lyapti. 7 dan 7 ni ayirsam haqiqatan 0 ketdi. Endi javobini bilib qo'ydim-ku, -7 ekanligini, shuni qo'yib ko'rmoqchiman. Ya'ni 7 ni qo'yib xato ekanligini ham tekshirib beraman sizga. -7 qo'yapman, k ni o'rniga kvadrati plus 6 ko'paytirilgan -7 ayrilgan 7 mana. Kvadrat minus yeb tashlaydi bilasiz, 49 bo'ladi bu. Plus bo'lib ketadi-da. Xo'p, plusga minus ko'paysa, mana minus bo'lib ketaveradi. -6 ko'paygan 7 -7. Ya'ni 49 dan 36 ni ayring 7 bo'ladi. Keyin 7 dan 7 ayrilib haqiqatan 0 chiqadi. Endi mana 7 ni qo'ysangiz nima bo'ladi? Mana bu nega to'g'ri emas? Qo'yib ko'ramiz, negaligini shunda bilamiz. 7 qo'yib ko'rmoqchiman k ni o'rniga. 7 ni kvadrati plus 6 ko'paytirilgan 7 -7 teng 0. Mana shu tomon 0 ni beryaptimi bizga? Yo'q, bermayapti. Shuning uchun men 7 qanoatlantirmadim, bo'lmadi. Xo'p, bu mavzuning 32 ta masalasi bor ekan. Darsimiz 50 minutga yaqinlashyapti. Shuning uchun shuni o'zini bitta yuklaymiz. Bundan keyin 16-mavzu masalasidan boshlab keyingi dars qilib chiqarib yuboramiz. Ja, uzun bo'lib ketsa ham, ko'rish sal muammo bo'lishi mumkin. Sizga hech qiyinchilik tug'dirmaydi. Bo'ldi, ikkita qo'l harakati, shunday chiqib ketib, ikkinchi videoga kirib ketaverasiz. Ya'ni ikkalasi bittada bo'ldimi, alohida dars bo'ldimi, hech qanday farqi yo'q demoqchiman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilmlaringiz ziyoda bo'lsin. Darsni avvalda aytilayotgan gaplarga amal qiling, o'zingizga yaxshi bo'ladi.